Meni ismim Umida Bonu. O'quv markazimizda necha oydan beri o'qib kelasiz? 1 oydan beri. Gulira'ni ustoz o'qiyman. Ustoz juda ham yaxshi ustozlar, zo'r o'rgatadilar ingliz tilini. Ingliz tilidan necha darajali IELTS olishni mo'ljallayapsiz? 9 olishni xohlayman, chunki eng katta baxt shu. Chet el davlatiga ham sayohat qilaman. Sayohatni kim bilan qilishni xohlaysiz? Ko'proq oilaviy ota-onam bilan. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda doktor. Doktor bo'lish uchun ingliz tilini nima keragi bor? Ingliz tilini mukammal o'rganib, balkim boshqa davlatda doktor bo'larman, bilmayman. Guruhdagi eng yaqin o'rtog'ingiz kim? Gulchiroy. Yana boshqa o'rtoqlaringiz ham bormi? Ha, yana bitta o'rtog'im bor. U bilan birga kelishib shu yerga kelganmiz. Oilada nechta farzandsiz, Umida Bonu? Oilada 4 farzandmiz. Bittasi shu o'quv markaziga keladi. Ingliz tili va matematika to'garaklariga qatnaydi. Qo'shnimiz shaqa kelganda men qiziqib qolganman, keyin singlimga aytganman, keyin Dimaga topshiraman degan singlim. Shu bilan shaqa ayam kelib gaplashib ketgan. Bilimziyo zo'r, ingliz tilini mukammal o'rgatadi, menga bilimziyo yoqadi. Umida Bonu, sizga kelajakdagi ishlaringizga ulkan muvaffaqiyat va omad tilab qolamiz.